Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, do'stlar. Bugun Jumagul anam xonadonda, Qur'on Nazir otamiz xonadonda xudo xolasa qiz bazm, qiz chiqayotir. Nasib etsa shuni eshik oldidan yana 12 metr atib, noveslarni chiroylatib bezab qo'yibmiz. Xudo xolasa nasib etsa azam bilan xizmatga kelib, chiroylatib bezadik. Qiz bazini ham chiroylatib sahna bezak quramiz, uni ham ko'rsatamiz. Yana eshikning oldidan shuning xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Zamon dekor guruhimizda Tumalak gumbazimiz, 8 metrlik ko'shkimiz, naves bezaklarimiz bayna. Naves bezak o'rtalarini pastafga gullar ham qo'yib beramiz. 12 metr ishor yana. 12 metrdan ham ziyod bordi. Ya, o'zimiz ota-nazar ham azam bilan xizmatdina. Vaqt tilaveramiz yoshlar, ha? Rahmat. Qur'onlar Jumagulga kim muborak bo'lsin. Borayotgan qizimizning baxti ochilib, qo'shalakdan farzandlari bo'lsin. Bo'pti degandan bundan ham ziyoda qilib o'tirmak nasibi ro'z bo'lsin. Hammaning uyida to'ylar bo'lsin, biz xizmatda bo'laveradi. Ishlaringizga omad, Shadiyarbek. Rahmat. Ko'rsang, bola chaqaning aytini ko'ring. Sağolun qaysizlar, to'ylarda ko'rishmak nasibi ro'z eylesin. Aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Yana chiroylatib ishlatib bezab berdik. Xudo xolasa shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz, yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. To'yxonani ichini ham bezaganmiz. Qolaversa, hozir gelin uchun fotozonadan qilganmiz, u ham ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Shunga naves bezaklar kerak bo'lsa, murojaat qilsangiz, chiroylatib bezashtirib beramiz yana. Xudo xolasa. Yaxshi kunda Zamon dekor guruhimiz bilan xizmatdan davom qilamiz. Aziz do'stlar, yurtdoshlar, gelin qizim uchun fotozona kerak bo'ladigan bo'lsa, mana murojaat qilsangiz bo'ladi. Zamon dekor guruhimiz bilan shuning narsalarni qilib beraveramiz, xudo xolasa nasib etsa. Yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar, iloyim 5 to'ylardan xizmat etish nasib etsin. Assalomu alaykum, Zamon dekor kanalimiz obunachilari, podpisчикларimiz. Qo'shko'pir G'azovat qishlog'i Ilgaldi mahallamizda bugun qiz bazm bor, xudo xolasa nasib etsa. Albatta shu qiz bazm uchun G'azovatda Asadbek to'yxonasi uchun sahna bezaklari ekkamiz. Zamon dekor guruhimizga xo'p, boshdan bo'lsak, tutun apparatimiz kattasidan bor, keyin salyutimiz va banda 35 sekund yanada o'zidan, kichkinasidan emas, kattasidan pastafga gullagan, yanada yaproqlarimiz bor. Bu yerda yana qizil doroshkamiz, balla ishda. Yanada kapalaklarimiz bor, yanada yaproqlarimiz. Hozir hammasini to'qlarni yaqiban bir qator ko'rsatamiz. Xolosasida gelin guylarimizni arka sahnasini ham tashkillashtirib qo'yibmiz. Arka sahna kerak desangizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir hammasini bedazingda beda xonadon egalarini talablarga binoan eshikning oldidan naves bo'lgan, navesini bezaganmiz. Uni ham ko'rsatamiz. Keyin to'yxonani shu gelin girib kelishini salyut, tutun, shuning yo'lga yetib beringlar deb taklif bildirganlar. Shuni deb bezab turibmiz. Agar kerak desangizlar, arka sahnamiz ham bor, arka sahnadan qo'yib beraveramiz, farqi yo'q. Tumalak gumbazimiz bor, 8 metrlik ko'shiklarimiz bor, naves bezaklarimiz bor. Nechki stilda sahna bezak kerak bo'lsa, hammasi mavjud. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Va endi hofizlarimiz ham shavatdan gap turibdilar, qarmanglar. Sardor Bozorboyevning sahna bezaklari xudo xolasa birga xizmatdamiz. Nasib etsa. Ertangi eshitami? Xudo xolasa. Eshitami aka, ertangi nasib etsa. Chiroylatib hozir to'yni boshlashtiramiz. Assalomu alaykum mina. Salatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik pomidor kerak bo'ladigan bo'lsa, salat bezash, o'rta bezash kerak bo'lsa, yana apkamga murojaat etaverasizlar. G'azovatda bilasizlar, G'azovat bozorining ham boshida apkam do'kon ochib qo'yibdilar. Bemalol boraverasizlar. Bedayni nima xizmat etdingiz? Bedayni yaponskiy salat bilan keldik. Bunda yaponskiy salatlarimiz yana, imda Sezar salatlarimiz, imda sosa baklajanlarimiz. Yana o'rtana Shunda bilki modalara girgan-ba? Bilki modalar bular. Bilki modada yana eng trenddagilarimiz baklajan salat so'si. Nechta portalar ham bezab beramiz. Sog' bo'lasizlar. Telefon nomeringiz? Salat chiqarib bersalar. 99lik 166 27 15. Akkuratni formalarda kelib, bemalol murojaat etaverasizlar, xudo xolasa. Salatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik pomidorlar, karamchimchilar zakaz bilan tayyorlayverasiz axir. Apkam qolaversa, sho'rvaga barakam tayyorlab tataveradi, ishiveradi, bemalol murojaat etsangiz bo'ladi. Baraklar ham bang. To'ylar uchun ham tataverasiz zakaz. Sog' bo'lasiz, yaxshi, ana. Endi shuning gaplar Zamon dekor YouTube kanalimizda shu sizlar hozir ko'rsatamiz deb syomka qilib turibmiz. Hozir xudo xolasa belazi bitgandan keyin bir qator ko'rsatib o'tiramiz. Endi elatimizni to'yi chiroylatib o'tirib beramiz. Eshikning oldidan noveslardan bezab bergan bolalarni shularni ham ko'rsatib o'tiramiz. Aziz yurtdoshlar, do'stlar, xudo xolasa nasib etsa ishimiz az qoldi. Sahna bezaklarimiz, yana
Xohlasangiz yanada ko'paraga aytib beramiz. Xohlasangiz postavka gullar, xohlasangizlar yanada yaproqlar aytib beramiz sizlarga. Shu xizmatlarga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshi kunlaringizda Zamon dekor guruhimiz bilan xizmatdamiz. Orqa sahna galingi, orqa sahna kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi. Albatta shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, kelinchakimiz kirib kelishiga o'z chiroyini baxsh etgan Shodiyor Bozorboyev tomonidan Zamon dekor sahna bezaklari ishchi xodimlariga ham barcha yurtdoshlarimiz nomidan cheksiz tashakkurlarimizni izhor etamiz. Nafaqat kelinchakimizga, balki yurtimizning nufuzli, obro'li ikki oilasi vakillariga bugungi tantana muborak bo'lsin. Diqqat va e'tiboringiz markazida. Sizlar uchun Abrorbek